Tamam. Do'stlar, mana valavoy sersa bilan birga bir shakli, faqat bundan ham sersaroq bo'ladi. Hosili zo'r oladi. SPC 342 navi. Mana o'zini o'zi changlatadi, 4 yoshli daraxt. Hosilini ko'rib o'zlaring baho beradi. Bunaqa bilisli gilos ancha-muncha joyda yo'q. Qattiqligi, mana bandiga e'tibor beraylik. Bandi o'ta uzun, juda yo'g'on bo'ladi. Quyoshda kuyib, anaqa pushmaloq bo'lmaydi. Cho'ntagingizga solib qo'ysangiz, mevasi 3 kun 4 kun turaveradi, qattiqligi uchun. Bu rangi, hosili juda zo'r bo'ladi. Shu navdan ekishni ko'paytirishni tavsiya qilamiz. Kelajakda valavoy sersani o'rniga qoladi. Bir tukur bas, mana bu tomonlardan ko'rsating hosilini. Mana hosil. Hosili ko'rib, bittadan like bosib baho beraveradi. Hozirgi kunda uzilyapti korobkaga 100 ming so'mdan uzilyapti mevasi. Mana bandini qarang, uzunligini. Mana. Bandi uzun. Mana haqiqiy sersa mana. Shu navdan ko'paytirishlarini tavsiya qilaman, chunki o'zini o'zi changlatadi. Valavoy sersa bilan birga bir mazasi ham, mana ichi ham. Mana. Xuddi shu bog'dan olib ko'chatlarini tayvan qilib qo'yganmiz mana. Hosili 4 yasharli daraxtda 30 kilodan oshiq hosili bor. Mana bu tomonda mana skina ham ekilgan ichiga. Mana. Bilis. Juda tiniqda bilisi buni. Nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, xohlasalaring shu kunlarda keladigan odamlar bo'lsa, kelib ko'rib, yeb ko'chatlardan zakaz berishlaring mumkin. Sog' bo'ling.